Shoshilinch xabar Jasmina Trans qamaldi. Turkiyada yaqin kunlarda bloger Jasmina Trans qamalgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarga izoh sifatida ma'lum qilinishicha, 2025-yil 29-sentyabr kuni Istanbul shahrida 6 nafar O'zbekiston fuqarosi, jumladan bloger Jasmin mahalliy politsiya tomonidan qo'lga olingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu shaxslar giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatni sodir etishda gumon qilinmoqda. Tintuv davomida olingan dalillar ekspertizaga yuborilgan. Qo'lga olingan shaxslar 30-sentyabr kuni Maltepe yopiq turdagi jazoni ijro etish muassasasiga joylashtirilgan. Ayni vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda. Shunday ekan, Jasmina Trans endi qamalib ketadimi yoki yo'qmi? Bu haqda sizning fikringiz qanday? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoni davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.